Assalomu alaykum. Kafe dasturimizni imkoniyatlari to'g'risida video qo'llanma. Bu asosiy to'lov oynamiz. Bu yerdan ko'rib turganingizdek, saboy, dastavka yoki joylar yoki rasxodga biz zakaz urishimiz mumkin. Dastlab hozir zalda turibmiz. Zaldan turib, masalan, birinchi stolga zakaz urmoqchimiz. Bu yerdan taomni agar rasmi bilan chiqish kerak bo'lsa, rasmini ham qo'shsak bo'ladi. Ustiga bosish orqali mana bitta mana kiloli taomlarni masalan kirgizib qo'ysak, masalan shtuga aniq bo'lmasa, deylik 1 kilo 300 gram kirgizmasdan bir yo'li masalan 30 ml deb turib kiritib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni ikki xil tartibda ishlaydi. Xohlasangiz dona bo'yicha, xohlasangiz kilo bo'yicha sotsangiz bo'ladi. Va bizda jami summa bu yerda ko'rsatib turibdi. Bu yerda taomlarni qidirishimiz mumkin. Bu yerda mijozni ham belgilab ketishimiz mumkin va saboyga degan tugma turibdi. Bu nimani anglatadi? Biz hozir stolga zakaz uryapmiz, birinchi stolga masalan, va u qo'shimchasiga saboyga ham narsa olib ketmoqchi. Bu payt masalan saboyni yoqib qo'yamiz. Norinni mana saboyga ursa sarg'ayib qoladi, ko'rganingizdek, va saboyni o'chirib qo'ysak bo'ladi keyin. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Masalan, mijoz 300 ml stolda ovqatlandi va unga biz foiz yozamiz. Endi saboyga bo'lsa, biz masalan shot uchun foiz yozmasligimiz kerak. Lekin yana bitta tarafi saboy zakazlar ham adashib ketmasligi kerak. Masalan, mana shu xona uchun saboy uriladi deb turib belgilab ketsak bo'ladi. Shu uchun qilingan. Va bizda buyurtmani yakunlash tugmasi, buni bosganimizdan keyin bizda jami summani chiqarib beradi va bizda stolni band qilib qo'yadi. Va xohlasangiz biz keyingi stolga zakaz ursak bo'ladi, keyingi xonaga yoki shu stolni biz to'lovni qabul qilsak bo'ladi. Bu yerda zakazni o'chirib olishimiz mumkin. Bu yerda o'chirish orqali agar tasdiqlansa zakaz o'chib ketadi. Buni parolli qilsak ham bo'ladi. Va to'lov tugmasi turibdi. To'lov tugmasini bitta bosadigan bo'lsak, bu yerda to'lov turlarini tanlash kerak. Naqd, plastik, kilik yoki nasiya degan turimiz ham bor. Nasiyani tanlaydigan bo'lsak, bu yerda mijozimizni tanlash majburiy bo'lib qoladi. Chunki dasturda shu kimnidir bo'yniga yozilishi kerak. Bu yerda agar nasiya bo'ladigan bo'lsa, biz mijozimizni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yoki yangi mijoz yoki eski mijozlardan ro'yxatidan olamiz. Mana. Va to'lovni chekli yoki chek chiqarmasdan saqlashimiz mumkin. To'lovni yakunlash. Hozir bizda printer ulanmagani uchun chek chiqmaydi, lekin shot yopiladi. Va bu yerda bizda imkoniyatlarimiz, masalan, dastavkaga bitta zakaz uradigan bo'lsak, deylik mana dimlama uradigan bo'lsak, bu yerda dastavkada bitta imkoniyat qo'shiladi. Kuryer biriktirishimiz mumkin. Hozir masalan dastavkamiz jarayonda turibdi. Deylik bitta kuryer yaratamiz. Ismini, masalan, nomerini mashina raqami bunday bo'ladi. Va masalan rusumini ham yozsak bo'ladi. Masalan Cobalt deb turib va bu yerda mashinasi bor yo'qligini ham inobatga olib ketsa bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Ba'zi firmalar, masalan, ba'zi joylar, kafelar o'zidan mashina beradi va ular pulni masalan 50% bo'yicha ishlaydi. Ya'ni kuryerga 50%, o'ziga 50%, chunki mashinani bergani uchun. Ba'zi joylar masalan mashinasi o'zidan bo'ladi kuryerlarni. Bu payt 100% dastavka summasi kuryerga yoziladi. Bu yerda bizda kuryer ham balanslarni olib yursa bo'ladi. Bu endi qaysi joyda kerak, qaysi joyda shart emas. Bu imkoniyatni ham ko'rsatmoqchimiz. Masalan, to'lovda bu yerda biz dastavka summasini kiritishimiz kerak. Buni ham yana kengaytirib imkoniyatlarini qo'shsa bo'ladi, ya'ni kilometrga qarab. Buni endi masalan mijozimizni zakazdan kelib chiqib dasturni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, hozir 12 ming qilamiz. Naqdda bo'ldi.
1244 so'm. Zakaz yakunlandi. Bu yerdagi Saboy ham xuddi shu holatda ishlaydi. Mana masalan, qo'shamiz. Bu ikki xil chiqayotgani sababi biz taomlarni kiloligini ham belgilab ketsak bo'ladi. Ya'ni masalan, qaysi taomlar kiloga sotiladi deb turib, taom yaratishda belgilab ketsak, shunaqa oyna chiqadi. Agar oddiy holatdagi taomlar bo'ladigan bo'lsa, bizda oddiy holatda qo'shilib ketaveradi. Endi bu yerda yakunlashimiz mumkin va bu yerda yakunlanmagan saboylar turadi, ya'ni puli olinmagan saboylar. Xuddi shu holatda ishlaydi. Va rasxod nima desangiz, masalan, xodimingiz, o'zingiz yoki ofitsiantlaringiz masalan suv ichsa yoki qo'shimcha ovqat yesa yoki saboy chiqarib yuborsa uyiga, masalan, shu payt xodimni bo'yniga qarz qilib ilishi mumkin. Masalan, hozir bizda bitta xodim borligi uchun shu adminni bo'yniga ilinadi. Bu yerda mana rasxod qo'shildi va to'lov oynasini ochganimizda bizda o'sha xodimdan endi pul olinmaydi. Uni bo'yniga qarz qilib olinadi. Masalan, kunning oxirida smena yopayotgan paytimizda bu balansiga minus bo'lib tushadi. To'lovni yakunlash qilib yakunlab yuborsak bo'ladi. Va bu yerdagi tugmalarimiz nimani anglatadi? Klient to'lov degan tugma turibdi. Bu nima? Mana bizda boya nasiyaga olganda, esingizda bo'lsa, nasiyani mana shu klientimizga biriktirgandik. Va klientimiz masalan naqdda 30.488 so'm berib ketdi o'sha. Shu paytda biz masalan klient to'lov tugmasi orqali nasiyalarni olib qolsak bo'ladi. Endi mana qarz yo'q bo'lib chiqadi keyingi safar. Va bu yerda xarajat degan tugma turibdi. Bu nimani anglatadi? Masalan, kassadan shunday pul olib nimadirga berib yuborildi. Deylik, masalan, qo'shimcha xarajatlarga, suvga yoki biror bir svetga berib yuborilgan bo'lsa, shu payt masalan naqddan 10.000 xarajat qilindi deb turib, masalan naqd deb yozib qo'yiladi. Va shu menyu oynasidan chiqmagan holatda biz rasxodlarni ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Saqladik. Va bu yerda start, stop, taom tugmalari turibdi. Bular nimani anglatadi? Stop taom qilib qo'ysak, deylik masalan kasserimiz stop taom qilib qo'ydi deylik, chuchvarani, dimlamani stop qilish qilib qo'ysak va masalan zakaz oladigan paytimizda bizda o'sha u taomlar chiqmaydi. Buni bekor qilish qilib qaytamiz va qachonki yana masalan menyuga qaytsa taomlar, ya'ni ostatkasi qo'shilsa, bu yerdan masalan start qilib qo'yishsak bo'ladi. Va bizda nastroyka degan tugma turibdi. Bu nastroyka tugmasi juda ham foydali. Bitta bosadigan bo'lsak, bu yerda masalan qo'shimcha stol qo'shishimiz mumkin yoki stollarning joyini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, o'zingizga moslab dumaloq bo'lsa yoki mana G shaklda bo'lsa, haligi kasrlar chalg'imasligi uchun nechinchi stolda deb o'tirmaydi. Masalan, joylashuvidan kelib chiqib ham masalan olsak bo'ladi, nomerini bilmasa. Yoki joy qo'shishingiz mumkin, masalan, zalning yoniga deylik ko'cha deb ochadigan bo'lsak, buni ikkita emas, bittalik qilsak, mana bizda ko'chaga mana stollarni ham qo'shsak bo'ladi mana. Va bu yerda xona narxi ham turibdi. Masalan, kabina bo'ladigan bo'lsa, ularning narxi bo'lishi mumkin. Masalan, 30.000 o'tirish. Masalan, xona pulli bo'ladigan bo'lsa, uni ham biz inobatga olib ketganmiz. Va bizda taomlar qo'shishimiz mumkin. Bu yerda ko'rganingizdek, menyu oynasida, ya'ni zakaz olayotganda, taomlarni tanlayotganda biz mana bu yerda ko'rganingizdek razmerini kiritib kelsak ham bo'ladi. Kimdirlar kichkinaroq, kimdirlar kattaroq bo'lishini xohlaydi. Taom razmerini yoki narx razmerini shunday qilib kattalashtirsak bo'ladi. Yoki bizda rasmni ham razmerini o'zgartirsak bo'ladi. Mana ko'rganingizdek 120 yoki 130% qilib turib. Yoki shu joyga o'zidan yangi taom qo'shsak bo'ladi. Buni yangi taom qilib, bu yerda tugmalar ko'proq, bu endi birinchi marta nastroyka qilayotganda kerak bo'ladi. Masalan, taom nomini kirgizamiz, sotuv narxi, kategoriyasi, bu sub kategoriya ham kerak bo'ladi. Qachonki masalan, deylik ichimliklar deb qo'ydik, suvlar deb qo'ydik va uni ichida masalan Pepsi alohida, Cola alohida qilib ko'rsatmoqchi bo'lsak, bu juda ham foydali bo'ladi. Yoki masalan, milliy taomlarning ichida quyuq taomlar, suyuq taomlar deydigan bo'lsak, uni ham mana shu sub kategoriyaga ajratib olsak bo'ladi. Bu yerda rasm yuklash, boya aytganimdek,
kiloli taomlarni garlishkasi va bu yerda mahsulotlar, ya'ni masalan guruch, sabzi qilib turib kalkulyatsiyasini qilib chiqsak, ularni ham ya'ni omborni ham ostatkasini olib yursak bo'ladi. Yoki bizda qo'shimcha xarajatlar bor. Masalan, shashlikka deylik ko'mir ketadi deb turib, taomga qo'shilmaydi ular, alohida qo'shimcha xarajat bo'lib. Svet ketadi masalan 0,1 kilovat deb turib, uni ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bizda aniq foyda zararni chiqarib olish uchun. Jami tan narxi chiqadi, sotuv narxi chiqadi. Masalan, deylik bitta qilib ko'rsak, deylik masalan bitta deylik go'sht deb turib qo'shadigan bo'lsak, mana va narxi masalan buni keyin kirim qilayotgan paytda o'zi avtomatik belgilanib ketadi. 120 ming. Mana qo'shamiz. Bundan 0,1 kilo ketadi deb turib qo'shamiz va sotuv narxi masalan 30 ming. Bu nima kirityapmiz deylik? Kuskovoy kirityapmiz. Va kategoriyasini tanlaymiz. Uni kategoriya qo'shsak ham bo'ladi. Shashlik masalan. Va shashlikni tanlaymiz. Masalan, sal ko'payib ketdi. 30 ming qilamiz buni. 12 ming, 18 ming foyda qilib chiqaryapti. Qolgan ko'rinishda ham masalan go'sht kirgizamiz, piyoz kirgizamiz, hammasini o'zi avtomatik kirgizadigan bo'lsak, o'sha bizda aniq foyda zararni ham olib yursak bo'ladi. Buni saqlaymiz. Shashlikka o'zi bitta kuskovoy qo'shildi. Bu yerda mana nastroykani bosib olamiz. Ko'rsangiz, stollarning razmerini ham kattalashtirib, kichraytirsak bo'ladi. Ko'rganingizdek, plus minus qilib stollar qanaqa ko'rinishda bo'lishini olasangiz, shu ko'rinishda saqlab olsangiz bo'ladi. Xo'p. Menyu oynamiz endi shundan iborat. Yana qo'shimcha funksiyonallari bor. Ularni to'liq o'rnatish davomida o'rgatib boramiz. Va bu yerda qolgan bo'limlarni ham bir qator ko'rib o'tamiz. Xodimlar bo'limi, bu yerdan ofitsiantlar qo'shiladi. Mana ofitsiant qo'shadigan bo'lsak, ismi, paroli, bu filiali, masalan, agar filialli bo'ladigan bo'lsa, dasturimiz, masalan, bir nechta filialda ishlaydigan bo'lsa, bu yerda bizda oylikka ishlaydimi yoki kunlik yoki soatlik ularni belgilanadi va bizda huquqlar bor. Mana ko'rganingizdek, har bitta bo'lim uchun ko'rish, yaratish, tahrirlash, o'chirish huquqlarini xodimimizga bersak bo'ladi. Buni endi o'zingiz ixtiyoringizdan kelib chiqarib berasiz va dastur faqat shu imkoniyatlardan foydalana oladi, xolos. Va xodimlar bo'limida yana bizda kuryerlarimiz bo'lishi mumkin va bizda tabel bo'limi bo'lishi mumkin. Bu tabel bo'limi hamma xodimda chiqadi. Bu yerda mana bitta bosadigan bo'lsak, kelgan ketgan vaqtini kiritib borsak bo'ladi. Ba'zi mijozlarimiz uchun biz masalan Face ID xizmatini ham qo'shib berishimiz mumkin. Kelgan ketgan vaqtini o'zi avtomatik olib yuradi va shu bo'yicha masalan kunlik bo'ladigan bo'lsa, kunlik summalari yoki oylik summalarni hisoblab yurishi mumkin. Ba'zi joylarda soatli ishlashi mumkin. Soatlikni ham avtomatik olib yursak bo'ladi. Va tabel bo'limini o'zidan biz xodimga to'lov qilishimiz mumkin yoki har qanaqa formatda biz yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari maosh hisoblash. Bu maosh hisoblash oynasi masalan bonus yoki qo'shimcha oyda bir marta bo'ladigan masalan fiksanli oyliklar uchun bu yerdan ham qo'shsak bo'ladi. Lekin asosiy tabel oynasining o'zidan biz hamma ishimizni ishchilar bo'yicha bajarishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda sklad bo'limi, bu yerda ko'rganingizdek mana qo'shganimiz hozir go'sht turibdi, xom ashyosi olib yursak bo'ladi va boshida masalan har bitta xom ashyoni qo'lda kiritib chiqmasdan Excel shablonimiz bor. Excel shablondan kiritib olsak ham bo'ladi. Bu yerda taomlar, yetkazuvchilar, ya'ni yetkazuvchi kim desanglar, masalan, kirim qilayotgan paytimiz deylik Pepsi'ni masalan dilerlari bor, ular olib kelib bersa, masalan yetkazuvchi qilib yaratib qo'ysak, ular bilan ham oldi berdini olib yursak bo'ladi. Va bu yerda prihod oynamiz, deylik o'sha aytgan kontragent, ya'ni yetkazuvchini kiritib olamiz. Masalan, deylik ismini Pepsi deb qo'yamiz, masalan, yetkazuvchining ismini. Va masalan kim olib kelib berganini tanlab qo'yamiz. Bu yerda har bitta mahsulotlarni bitta-bitta kiritib chiqiladi. Masalan, har bitta prihod bo'lgan payti, deylik Pepsi kelsa, Pepsi'ni
yoki boshqa mahsulot kelsa uni ham kiritib qo'ysak, ostatkasiga avtomatik qo'shilaveradi. Tezroq tushuntiryapman, chunki bo'lim juda ko'p. Hamma bo'limni tushuntirib berishga harakat qilaman. Va reviziya bo'limi bizda. Reviziya bo'limi qachon ishlaydi? Masalan, ostatkalarni bir qator tekshirmoqchisiz. Masalan, skladagi bilan dasturdagini solishtirib chiqmoqchisiz. Shu payt kerak bo'ladi. Bu tarafdagi bizda programmadagi holat ostatkani va bu tarafdagi siz realniy sanab chiqqan holatingizni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Va bu yerda to'lov oynasi, hozir kiritgan xarajatlarimizni mana kassa bo'limida bu yerdan ham kiritsak bo'ladi. Va klient to'lov u menyu oynasida ham bor, lekin bu yerga ham qo'shib qo'yganmiz. Va kontragent to'lov, ya'ni yetkazuvchiga hozir masalan Pepsi sizga masalan 100 millionlik tovar olib kelib berdi, siz unga to'lov qilib qo'yishingiz kerak. Bu yerda ostatkasi chiqadi, bor bo'lsa, yo'q bo'lsa 0 chiqadi. Oldindan haqdor qilib qo'ysangiz ham bo'ladi masalan. Yoki kuryerga to'lov, hozir aytganimizdek masalan kuryerlaringiz ham yoki 50-50 ishlashingiz mumkin yoki 100% ishlashingiz mumkin. Bu holatiga qarab ularni ham to'lovini olib yursak bo'ladi. Va xodimga to'lov. Bu tabelda ham bor edi, bu отдельный bo'lim ham qilib qo'yganmiz chalg'imaslik uchun. Bu yerda sozlamalar bo'limi, sozlamalar bo'limida filiallar, dastlab filiallar turibdi. Mana filialni ko'radigan bo'lsak, nomi, nomeri, bular endi chekda chiqadigan ma'lumotlar. Bu yerda Instagrami ham chiqadi. Xizmat foizi, ya'ni bu yerdan 7% qilib qo'ysangiz, masalan, umumiy summadan 7% qo'shiladi, ya'ni usluga sifatida. Va smeni yopish paroli. Bu smeni yopishni ham ko'rsataman. Buni ham parolli qilib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bizda joylar, bu ko'rsatgandek joylarni bu yerdan ham qo'shsak bo'ladi, yoki menyu oynasidan ham qo'shsak bo'ladi. Va bu yerda QR kod ham turibdi. Bu QR kod qachon ishlaydi desanglar, QR kod masalan har bitta stolga biz yoki xonaga shu QR kodni yopishtirib qo'yadigan bo'lsak, mijozlarimiz masalan shu QR kodni urish orqali o'zini stoli necha pullik bo'lganini ham ko'rishlari mumkin bo'ladi. Buni masalan PDF orqali yuklab olib yoki printerga chop qilib, shuni masalan yopishtirib qo'yiladigan bo'lsa, avtomatik o'zi uni ofitsiantni chaqirmasdan ham masalan ba'zi joylarda chek berib oling deyish o'rniga bular o'zi bilib olsa bo'ladi shotini. Sozlamalarni davomini ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana printer nastroykasi, bu o'zimiz uchun bir nechta kassa bo'lishi mumkin, yoki manzilimiz, chekki boshida logotip chiqmasligi, pul yashig'i bo'lishi mumkin. Masalan, qaysidir joylarda masalan pul qabul qilinishi bilan chek apparat ochilsin deydigan bo'lsak, uni ham bu yerdan galishga qo'yib ketsak, avtomatik pul yashig'i ham ochiladi. Sozlamalarda taomlar kategoriyasi, sub kategoriyasi bu menyuda ham bor edi. Hisobotlarga o'tadigan bo'lsak, dasturda amalga oshirilayotgan har bitta jarayon bo'yicha bizda hisobotlar yuradi. Taomlar hisoboti, bu yerda hozir biz filial bo'yicha hali zakaz olmaganimiz uchun chiqmadi. Mana smenani ochib ko'ramiz deylik. Mana dastavkaga bitta olamiz. Mana olindi. To'lovni yakunlaymiz. Mana dastavka summasini kiritish majburiy bu yerda. Deylik 12 ming dastavka bo'lgani uchun bizda uni masalan uni ham naqd qilamiz. Mana yakunlandi. Endi buni masalan hisobotlarda ko'radigan bo'lsak, taomlar bo'yicha mana dimlama ikkita urildi. Общий summa 244 so'm. Buni endi taomlar kategoriya bo'yicha shashlik qancha sotildi, masalan somsalar alohida kategoriya qilib qo'yilsa, somsa qancha sotildi yoki masalan bitta xodim qanchalik sotdi, uni ham biz ko'rsak bo'ladi hisobotini. Va bizda maosh hisoboti bu endi masalan bitta rasxod urib ko'raylik. Deylik masalan admin bizdan deylik shashlik oldi, masalan shashlikdan bitta kuskovoy oldi deylik. Bu bo'yniga yoziladi aytganimizdek. Masalan yakunlab yuboramiz. Endi maosh hisobotida ko'rsak shu narsani bizda o'sha bizdan xodim 30 ming qarzdor bo'lib turadi. Va masalan qachonki maosh hisoblash qilinsa yoki tabeldan kunlik ishchi bo'lsa, buni masalan 100 ming so'm qo'shilsa, keldi qilib qo'yilsa, avtomatik hisobotlarda ham bu balansiga plyus bo'lib tushadi. Buyurtmalar hisoboti har bitta zakazlar bo'yicha
hisobotni ko'rsak bo'ladi. Bu yerda mana joyi yo'q, u saboy bo'lgan. Masalan, bitta bo'lsa, o'zi nimalar olganini ham tahrirlab yangilasak ham bo'ladi, agar adashib ketilgan bo'lsa. Xo'p, endi bu yerda bizda xodim hisobotida iminni qancha, masalan, siz oyligini masalan 5 million naqd, 2 millionni plastik bergan bo'lishingiz mumkin. U bo'yicha hisobot ko'rsatib beradi, ya'ni sverka qilib beradi. Va qancha tushum qildi, naqdda tushum qildimi, ularni ham hammasini отдельно olib beradi dastur. Kassa hisoboti, endi kassa hisoboti har bitta bo'layotgan operatsiyalar bo'yicha bizda umumiy balansni ko'rsatib beradi. Ya'ni bizda balansimizda shu pul bo'lishi kerak degan holatda bo'ladi. Endi buni ustiga bossak, masalan, zakazda oynani ochib yuboradi. Endi bizda mahsulot hisoboti, bu yerda ko'rsangiz, mana go'shtdan 0,1 gram ishlatilgan. Biz hali kirim qilmaganimiz uchun minusdan qoldiq ko'rsatyapti. Bu qachon kirim qiladigan bo'lsa, o'sha avtomatik balansi ham, ya'ni mahsulotlarni qoldig'i ham aniq yuradi. Bu yerda o'sha qaysi kontragent, masalan, Pepsi'ni umumiy mahsulotlari qancha sotildi, uni ham отдельно ko'rsak bo'ladi, yoki iminni bitta mahsulot bo'yicha ham go'sht qanchalik ketdi, uni ko'rsak bo'ladi. Hop, yoki mana Pepsi'ni o'chirib yuboramiz, mana barchasi qilamiz. Go'shtni o'zini ko'ramiz, masalan. Mana go'sht 0,1 kilo ketgan. Endi kontragent bo'yicha, ya'ni bizga yuk olib kelib berganlar, ya'ni Pepsi bo'yicha uni masalan qancha balansda pul bor, qancha haqqi bor, qarzi bor, bizga necha pullik yuk olib kelgan, uni ham biz ko'rsak bo'ladi. Bu yerda bundan tashqari mana smenalar bo'yicha hisobot, hali bizda bitta smena bor, hali yopilmagan. Mana ko'rsak, smenada qancha tushum bo'ldi, uni ham biz ko'rsak bo'ladi. Va undan tashqari bizda foyda zarar hisoboti. Bizda foyda zarar hisoboti qachon ishlaydi? Mana biz deylik, har bitta taomning kalkulyatsiyasini to'shni qilib chiqdik. Deylik, 0,1 gram piyoz, 0,1 gram masalan 100 gram go'sht ketadi deb turib bitta kuskovoy kalkulyatsiyasini qilib chiqildi. Va shunda biz foyda zararni ham to'chni olib yursak bo'ladi. Mana zakaz bo'yicha mana bu yerda o'sha polniy masalan foyda zararni ko'rsak bo'ladi. Qancha tan narxi o'zi, sotuvi qancha va bizga qancha foyda olib kelyapti. Bu endi foyda zarar hisoboti kassir bo'yicha yoki har bitta xodim, ya'ni ofitsiantlar bo'yicha. Filialingiz bir nechta bo'lsa, filiallar bo'yicha ko'rsak bo'ladi bu narsa. Endi bizda keyingisi mijozlar hisoboti. Bu mijozlar hisoboti qachon ishlaydi? Bu masalan qarzga yoki nasiyaga bizda olib ketadigan bo'lsa, klientlarimiz masalan nasiyaga olib ketadigan bo'lsa, bu balansda to'lagan, to'lamagan deb turib отдельно hisobot qilib chiqarib beradi umumiy mijozlarimiz ham. Ya'ni biz mijozlarimizni ham umumiy bazasini ham shakllantirsak bo'ladi. Bu yerda nasiya hisoboti, iminni qarzdor haqdorlar bo'yicha bu qilingan hisobot. Nasiya hisoboti. Bizda hozir umuman nasiyalar yo'q ekan. Keling bitta nasiya biriktirib ko'ramiz. Mana deylik, bitta saboy olamiz. Dimlama oldik, yo'q dimlama emas, deylik. Mana kuskovoy oldik. 3 ta mana va biz to'lovga kelganda endi qaysidir holatlarda ko'p joy deylik naqdga ishlaydi. Qaysidir holatlar uchun masalan shu yangi mijoz yaratamiz deylik. Xurshidbek deb yaratadigan bo'lsak, yaratildi. Masalan, buni tanlab qo'yamiz mana. Biz mana naqd plastik deyishimiz shart emas, o'zi nasiyaga kiritgandan keyin mijoz majburiy shu tartibda mana to'lovga yakunlab yuborsak bo'ladi. Endi mana bizda hisobotlarda nasiya hisobotini ko'radigan bo'lsak, mana 90 ming so'm nasiyamiz bor. Buni masalan ko'radigan bo'lsak, bu yerda to'lovni olib qolsak ham bo'ladi kerak bo'lsa. Shu yerda o'zidan. Endi bizda navbatdagi masalan o'chirilgan zakazlar hisoboti, bu qachon ishlaydi? Masalan, kassirimiz zakazni o'chirib yubordi. Deylik, mana bitta zakaz oldi va masalan bildirmasdan o'chirib yubordi o zakazni. Endi shu paytda masalan biz
bu hisobotni kastirimizga berkitib qo'yamiz. O'zimiz uchun ko'radigan bo'lsak, mana bitta zakaz admin bo'lgan mana. Ya'ni o'chirib yuborilgan. Bitta ko'rsak, uni sverkasini ham ko'rsak bo'ladi. Dimlama olingan ekan mana. 19.52 da. Buni masalan hisobotni kasringizdan so'rasangiz bo'ladi. Va kuryer bo'yicha ham umumiy hisobot olingan. Endi bu maxsus zakaz holatda qilingan. Masalan, kuryerimiz bilan ham oldi-berdi olib beradigan bo'lsak, to'lov qilinamiz yoki dastavka biriktiramiz kuryerga. Unda ham biz ostatkasini olib yursak bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, dasturdagi har bitta jarayon bo'yicha biz hisobotlarni olib yursak bo'ladi. Umumiy mana bu biz asosiy dashbord o'ynaymiz va bu yerdan chiqish orqali dasturdan chiqsak bo'ladi. Umumiy ko'rinishda dasturimiz shulardan iborat edi. Agar dasturga qiziqish bildirayotgan bo'lsangiz, dastur nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.